Assalamu alaikum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Nishonsiz da'vo 71 yil davomlashgan bugungi kunda bizning zulmimiz qanday holatda bo'layotidi hammanglarga ayon. Qarindoshlarimiz bilan hech qanday uchursiz mushundaq yashayotimiz, tilaklarni tilab qo'yib o'zimizni aldab yuryapmiz. Kelar qatimliq yetlarda vatanda bo'lishni nisib qilsin deb yolg'ondan o'zimiz aldavatmiz. Endi ma yaqindan beri burunmi chiqqanti, Xitoyni xalqaro sudga berish degan chaqiriqni Milliy Uyg'unish harakati o'tirib tashlagan. Endi yana shu Angliyadagi sud xalqaro sud degan nima, Angliyadagi sud degan nima deganga biroz bir to'rlardan Google deb bir narsani yana bir mollam deganga o'xshash Google degan narsani bir tekshirib ko'rib yiqinglar. Qaysi sud kuchlik, qandaqroq bir natijalar qozonib boqqan xalqaro sudda shuning qarab baqsanglar bo'ladi. Uyqumizni echib bilqi avtonomiya qilayotganlar nima ish qilyotidi, Tayvanning quchog'iga o'tirmiz deb nima ishlarni qilyotidi, endi sud deb bo'g'icha Angliya sudi deb yana nima ishlarni qilyotidi. Biroz bir kallamizni ishlatib baqsaq, mingimizni unutilib qolmay, kalla bo'lsa hisob bermaslik, aqlni unutilib qolmay, aqlni ag verayotmagandan qarindoshlar sal bir aqlimizni ishlatibroq tafakkur qilib boqayli. Anandan keyin javob topa olaysiz. Nishonimizni bekitib, zimin deb chiqsak, biz cho'qim g'alaba qozona olamiz deb o'ylayman. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.